SCP-3080. Ha, bugungi videomiz menimcha siz allaqachon previewdan ko'rib bo'lsangiz kerak. Bugungi videomiz SCP-3080, ya'ni cheksiz Ikea. Siz buni cheksiz do'kon yoki cheksiz makon deb ham atasangiz bo'ladi. Keling, u haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Batafsil ma'lumot. Rasmiy nomi SCP-3080. Sinfi Euclid. Tashqi tomondan oddiy Ikea do'koni. Ichkarida fizika qonunlari ishlamaydi. Cheksiz makon, cheksiz olam. Na yakun va na boshi bor. Tugamaydigan yo'laklar, mebel bo'limlari, kun-tun almashuvi, chiroqlar o'chadi. Faqatgina chiroqlar bilangina bilishingiz mumkin. Ichkarida juda ko'p Ikea xizmatchilari bor. Lekin men o'rningizda bo'lganda ularni xizmatchilar demagan bo'lar edim. Xodimlar odamga o'xshaydi, lekin inson emas. Xodimlar haqida qisqacha ma'lumot. Ular kunduz sokin. Shunchaki do'konlarda aylanib yuradi, narsalarni joylaydi. Kechasi esa do'kon yopilganda tajovuzkor bo'lib qoladi. Nutqi buzilgan, do'kon yopildi. Hurmatli mijoz, do'kon yopildi. Hurmatli mijoz, do'kon yopildi. Faqatgina shu so'zlarni qaytarishadi. Ikea xizmatchilari juda ham shafqatsiz. Ularning terisiga kelsak, ular faqat teridan tashkil topgan. Na suyak, na go'sht bor. Faqat va faqat teri. Keling, men SCP-3080 haqida, ya'ni cheksiz Ikea haqida bir hikoya aytib beraman. Hikoyaning nomi esa yopilish vaqti. Shunchaki bizning qahramonimiz faqat stul olish uchun kirgandi. Telefoniga qaradi, signal yo'q. Chiqish tomon yurdi, lekin yana mebel bo'limi. Yo'q, bu mumkin emasdi. Ikea bunday bo'lishi mumkin emas. Yana bir bor chiqish tomonga yurdi, lekin yana mebel bo'limi. Soat yo'q edi, lekin birdan chiroqlar xira tortdi. Karnaydan ovoz keldi. Hurmatli mijozlar, do'kon yopildi. Atrof jimjit bo'lib qoldi. Uzoqdan qadam tovushlari eshitildi. Burchakdan sariq kiyimli xodim chiqdi. Yuzda tabassum bor edi. Juda uzun tabassum. Menga chiqish kerak dedi. Xodim boshini qiyshaytirdi va chiqish mavjud emas degan gapni aytdi. Chiqishlarning barchasi yo'q edi. Aniqrog'i bor, lekin topish kerak. Bu yerda siz uchun qisqa ma'lumot. Ikea'da insonlar ham bor. 100 tadan 10 mingtagacha, ehtimol ko'proqdir. Axir Ikea cheksiz. Ikea'da mebellardan ulkan qal'a qilingan. Ichkarida odamlar bor. O'zlarini himoya qilish uchun turishibdi. Qorong'uda yana ovozlar ko'paydi. Yurayotgan aravalar pichirlashi, kulgu. Bizning qahramonimiz yashirindi. Nafasini ichiga oldi. Kimdir unga qulog'i yonida shivirlash. Siz bu yerga mos kelasiz. Ertalab chiroqlar yondi. Do'stimiz bu gal yolg'iz emasdi. Atrofda kichik jamiyat bor edi. Devorlardan yasalgan uylar, qo'lbola qurollar. Bir ayol dedi: "Necha kundan beri bu yerdasan?" U jim tortdi. U tushundi, bu yerda vaqt ham adashadi. Oxir yozuvlar devorda shunday bo'ldi. Agar ovozni eshitsang, yashirin. Agar qadam tovushlarini eshitsang, yashirin. Tabassumni ko'rsang, endi kech. Agar shunga o'xshash videolarni yana ko'rishni xohlasangiz yoki SCP-3080 haqida bilishni xohlasangiz, iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizning fikrlaringizni kutamiz. Iltimos, har qanday do'konga kirishda ehtiyot bo'ling, chunki Ikea hamma joyda bo'lishi mumkin. Narsani urit. Chiqish yo'q.